Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun past zamonlar haqida gaplashamiz. O'tgan zamon, hammasi o'tgan zamon, faqat uning turlari ko'p. Shu turlarini tushuntirib beraman. Xo'p. Demak, past tense o'tgan zamonlar to'rtta zamon o'z ichiga oladi. Past simple, past continuous, past perfect va past perfect continuous. Xo'p, bu zamonlarni agar yaxshiroq tushunmoqchi bo'lsanglar, present zamonlarni yaxshiroq o'rgangan bo'lsanglar, ya'ni o'tgan darsimizda qatnashgan bo'lsanglar, osonroq bo'ladi nisbatan, chunki hammasi o'zaro bir-biriga bog'liq. Hozir birinchi zamonimiz past simple bo'ladi. O'tgan oddiy zamon. Xo'p, qachon ishlatamiz? We use the past simple to talk about completed actions in the past. Demak, o'tgan zamonda ma'lum bir vaqtda, aniq bir vaqtda sodir bo'lgan ish-harakatlar uchun. I visited London last year. Men o'tgan yili Londonga bordim. Va bu yerda bizda aynan mana bu keywordlarimiz muhim rol o'ynaydi. Xo'p, a series of past actions. O'tgan zamonda ketma-ket sodir bo'lgan ish-harakatlarning hammasi past simpleda tasvirlanadi. Endi bu masalan speakingda gapirganingizda odatda kerak bo'ladi. Misol uchun first I got dressed and then went out and then took a taxi and reached my destination. Ya'ni hammasi ketma-ket. Uydan chiqdim, kiyindim, uydan chiqdim, manzilimga yetib bordim, taksiga chiqdim, manzilimga yetib bordim. Bular hammasi demak ketma-ket ish-harakatlar va hammasi past simple bo'ladi. Okay, hop, bir daqiqa. Xo'p, facts or general truths in the past. Xo'p, endi umuman o'tmish haqidagi gaplar, faktlar desak bo'ladi. Dinosaurs lived millions of years ago. Millionlab yillar oldin dinozavrlar yashashgan. Endi bu ham bunday olib qaraganda shunchaki o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish-harakat. Va o'sha keywordimiz bor bizda. Demak, millions of years ago. Xo'p, habits in the past. O'tgan zamondagi odatlar haqida gapirsak, endi bu yoqda men used to bilan would ni qisqacha aytib ketaman. Used to ni qisqacha aytaman. Ya'ni bu ham past simple aslida, subject plus used to, undan keyin verbni birinchi shakli, ya'ni fe'lni birinchi shaklini qo'yasizlar va ma'nosi o'tgan zamonda ma'lum bir ishni doim qilardim degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni doimiy oldin takrorlangan, lekin hozirgi kunda u narsa vaziyat o'zgargan yoki u narsa umuman takrorlanmayapti hozir. Shu ma'noda bo'ladi. Misol uchun, I used to eat ice cream a lot in my childhood. Endi o'sha gaplar kitoblarda yoshligimda ko'p muzqaymoq yerdim, har kuni yerdim. Lekin hozir unaqa emas, har kuni yemayman degan ma'nodagi gap bo'ladi. Va bitta narsa o'qilishiga e'tibor berib ketasizlar. Used to emas, use it emasda, used to emas, used to. O'sha gapni o'rnida, used to ni o'rnida would ni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Grammatически ikkalasi ham to'g'ri. Xo'p, yaxshi. Demak, structure tuzilishi past simpleda demak hamma uchun bir xil bo'ladi, ya'ni shaxslarning bu yoqda farqi yo'q. Birlikdagi shaxs, ko'plikdagi shaxs ahamiyati yo'q. Hamma uchun bir xil. I, he, she farqi yo'q. Shuning uchun ham oson zamonda baribir. Demak, bu holatda past simple ishlatishimiz uchun subject va noto'g'ri fe'l yodlaganingizda tepasida e'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi shakli masalan basic form deydi yoki infinitive form deydi. Ya'ni infinitive shaklda turgan bo'ladi birinchi qatori, ikkinchi qatorimiz past simple deb yozilgan bo'ladi, uchinchisi past participle yozilgan bo'ladi. Ikkinchi qatorimiz aynan past simpleda hozirgi o'tgan oddiy zamonda ishlatiladi. Xo'p, subject plus verb to fe'lning ikkinchi shakli. Agar fe'limiz ro'yxatda yo'q bo'lsa, noto'g'ri fe'l bo'lmasa, ya'ni to'g'ri fe'l bo'lsa, unga shunchaki ed qo'shimchasini qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Inkor bo'ladigan bo'lsa, present simple eslasanglar, does not yoki do not yoki does not qo'yardik. Undan keyin fe'l birinchi shaklda edi. Bu yoqda does not, mana do ni o'z o'tgan zamoni nima? Did. Demak, past simple ga o'tganligini o'sha noto'g'ri fe'llar ro'yxatidan ham shuni bilasizlar. Ya'ni didn't shakliga o'tadi. Doesn't yoki don't emasda, aynan didn't. Va davomida fe'l bir bo'ladi. Fe'lning ikkinchi shakli qolib ketmasin. Shu o'zi odatiy xato. Yangi o'rganayotganlarda fe'lni bu yoqda ikkinchi shakli qoladi, didni ham bu yoqda mana ikkinchi shakli yozilgan bo'ladi. Ikkita o'tgan zamon shakli bo'la olmaydi. Ya'ni didn't bo'ldimi? Bu qismi, ya'ni asosiy fe'l qismimiz verb 1 ga o'tish kerak bo'ladi. Xo'p, did plus subject
plus verb 1. No, savolimizda do does oldinga chiqardi present simple'da. Bu yoqda past simple'da xuddi shu qoida amal qilaveradi. Did egani oldiga o'tish kerak bo'ladi. Demak, did they watch the movie? Ular kinoni ko'rishdimi? Demak, o'tgan oddiy zamon. Okay. Okay, demak davomida time expressions. Endi bunday olib qaraganinglarda o'tgan zamonni ko'rsatuvchi har qanaqa so'z past simple'ning keywordi bo'lishi mumkin bunday olib qarasa. Endi shuni misol tariqasida ba'zilarini aytib qo'yamiz. Yesterday, last night, last week, last month. Last so'zi bilan kelgan har qanaqa so'z bo'ladi. In 2010, 2010-yilda, 2 days ago, 2 kun oldin, when I was a child, yosh bola bo'lgan paytimda. Demak, hammasi o'tgan zamon. Ne bildiruvchi harakatlar. Demak, bular bilan har doim past simple. Xo'p, past simple in silent speaking. Xo'p, oftentimes you have to speak using past simple in part 2 when you talk about the past experience. Demak, o'zinglarni o'tgan zamondagi birorta boshdan o'tkazgan voqeani gapirishga to'g'ri keladi. Bu part 2 da deyarli har doim tushadigan savol turi. Ya'ni describe something that happened to you. Xullas, o'tgan zamonda bo'lgan narsani so'raysiz sizlardan. Ko'pincha holatda, har doim bo'lmasa ham. O'sha holatlarda past simple sizlarga rosa ham ko'p kerak bo'ladi va used to ham ko'p kerak bo'ladi. Ya'ni nimadir qilardim degan narsani ko'p aytasizlar. Chunki o'tmishda, bolaligimda degan ma'noda bo'ladi. Xo'p, a few years ago I traveled to Istanbul. It was amazing. I visited historical sites, tried delicious food and met some lovely people. Demak, o'tgan zamondagi bitta boshdan o'tkazgan tajribalar hammasi. Xo'p, mana bu used to bilan gapimiz. When I was a child, yosh bola bo'lgan paytimda I used to play outside every day. Har kuni ko'chada o'ynardim. Lekin hozir unaqa emas. Hozir ishlash kerak, dars o'tish kerak, oilani boqish kerak. Xo'p. Yaxshi. Past continuousga o'tamiz. O'tgan davomiy zamon, present continuous tushunganlar uchun bu undan ham oson bo'ladi. We use past continuous to talk about. Demak, nima haqida gapirganda? Actions in progress at a specific time in the past. O'tgan zamonda, aniq bir davrda, paytda, soatda sodir bo'layotgan ish harakatlar, sodir bo'lgan ish harakatlar past continuous bo'ladi. Ya'ni, aniq bitta vaqt berilganda, masalan, kecha soat 8 da nima qilayotganding? Soat 8 da futbol o'ynayotgandim, televizor ko'rayotgandim, dars qilayotgandim, sizlarga dars o'tayotgandim misol uchun. Ya'ni ish harakat davom etayotgan bo'lgan. U holatda past simple ishlatsak qanaqa bo'lib qoladi? Masalan, 8 da nima qilayotganding desa, 8 da dars o'tdim. Men rovna 8 bo'lgan vaqtda shuni dars o'tib tashdimmi? Yo'q, u 8 bo'lgan paytda proses, jarayon davom etayotganda, harakatda edi. Shuning uchun ham continuous bo'ldi. Xo'p. I was studying at 8 p.m. yesterday. Xo'p, kecha o'sha 8 p.m. da demak, nima qilayotgandim? Dars qilayotganim, o'qiyotgandim. Xo'p, 2 or more actions happening at the same time in the past. Demak, 2 va undan ortiq harakatlar sodir bo'layotganda at the same time in the past. Ayni bir vaqtning o'zida o'tgan zamonda. While I was cooking, she was cleaning the house. Demak, ikkita ish harakat bitta vaqtda sodir bo'layaptimi o'tgan zamonda? Demak, past continuous ishlataverasizlar ikkalasi uchun ham. Xo'p, while I was cooking, she was cleaning the house. Demak, men mana bunaqa qilayotganimda, bu bunaqa qilayotgan degan gap bo'ladi. Endi men ovqat pishirayotgan paytimda u uylarni tozalayotgan edi. Xo'p, background actions to set the scene or describe what was happening at the moment something else occurs. Endi bu ikkita ish harakat sodir bo'lganda, birinchi boshlangan ish harakat past continuousda, o'sha birinchi ish harakat davom etayotgan payt harakat past simple da aytiladi. Xo'p, it was raining when I left home. Yomg'ir yog'ayotgandi men uydan chiqib ketganimda. Shunda qaysi biri birinchi boshlangan? Bu uydan birinchi chiqib ketganmi yo yomg'ir boshlangan? Yomg'ir yog'ishi boshlagan va ma'lum bir yog'ayotgan paytda orasida bu uyni tark etgan, uydan chiqib ketgan. Xo'p. Yaxshi. Repeated actions in the past with always to express irritation or surprise. Endi bu qoida kecha shu present continuous zamoniga qo'shishda esimdan chiqdi, ya'ni u holatda ham o'zi bor. Ya'ni always ni ishlatsa bo'ladi present continuousda. O'zi bilasizlar, always bu present simple ni kalit so'zi. Lekin past continuousda ham present continuousda ham always ni ishlatib, biz nolisak bo'ladi, birovning ustidan shikoyat qilsak bo'ladi, xulq-atvorini ustidan. Masalan, hop, men buni endi present qilib aytamizda.
She's always talking during the class. Okay, during the lesson. Okay, she's always coming late. U har doim kech keladi yoki kech kelgan degan ma'nodagi gap bo'ladi. Nolib, shikoyat qilib gapirsak. Endi bu yoqda o'tgan zamonda ham xuddi shu qoida ishlaydi, faqat she was always talking during class. Xo'p, u dars payti doim gapiraverardi deymiz-ku, o'shanaqa ma'nodagi gap. Ya'ni nolib, shikoyat qilib gapirsak bo'ladi. Xo'p. Okay, structure. Demak, present continuousda bilamiz. Subject plus am, is, are keyin verb ing. Past continuousda subject plus was, were, ya'ni to be ni o'tgan zamoniga tushiramiz. Noto'g'ri fe'l yodlaganlar shundoq biladi. Was, were davomida verbni ing shaklini ishlatamiz. Xo'p. Yaxshi. Inkor bo'ladigan bo'lsa o'sha was not, present continuous shunchani ham o'rgansanglar bu yog'i avtomatim ketaveradi. Was not, were not, verb ing. Savol bo'lganda biz yordamchi fe'limiz egadan oldinga chiqadi. Was, were bilan gapimizni boshlaymiz. Xo'p, time expressions. Xo'p, it's 7 am. Endi bu qanaqa ma'noda? Soatlar, bularga vaqtlarga sal ehtiyot bo'lasizlar, mazmuniga qarash kerak. Masalan, soat 7 da men tark etdim desa, misol uchun past simple. Lekin soat 7 da nimadir qilayotganda, o'sha mazmuniga qarab ish harakat davom etayotganda degan gap kerak bo'lsa, demak past continuous ishlatasizlar. O'sha paytda aynan nimadir bo'layotganini tasvirlasanglar. Xo'p, at that time, at the moment. Xo'p, at that moment. Ya'ni at the moment deganimiz ayni damda, hozir, present continuous uchun keyword at that moment, o'sha lahzada desak, bu uje past continuous bo'lishi kerak bo'ladi. At this time yesterday. Xo'p, kecha shu vaqtda. Masalan, hozir mana soat necha bo'ldi? 8 bo'lgan bo'lsa, kecha shu vaqtda nimadir qilayotgandim. At this time yesterday, so I was getting ready for the lesson. Men darsga tayyorlanayotgandim. Masalan, hali boshlamagan deydi. 8:20 yarimdan boshladik kecha. Xo'p, while qismida gapni, bu qo'shma gaplarni bog'lash uchun ishlatamiz. Aynan while qismida past continuous ishlatishingiz kerak bo'ladi. Okay. As ham xuddi shunaqa. While bilan as ikkita bog'lovchi va aynan while va as kelgan qismlarda continuous zamonlarni ishlatasizlar. Okay. Past perfect ga o'tamiz. Keyingi zamonimiz. Demak, o'tgan, tugallangan zamon. Xo'p. To show what happened before another past action. Endi buni qisqacha qilib sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, past perfect past simple dan oldin sodir bo'lgan ish harakatini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Juda ko'p ham ishlatavermaymiz, lekin joyi kelganda to'g'ri ishlata olsanglar, bu yaxshi ko'rsatkich bo'ladi biliminglar haqida. Xo'p, I had eaten dinner before they arrived. Demak, ular yetib kelishidan oldin, mana ular yetib kelgan past simple da. Bular qachon ovqatlangan? Past simple dan ham oldin ovqatlangan. First ate, then they arrived. Endi ketma-ketlik bo'yicha aytishgan. Bunday olib qarasa, mana past simple dan oldingi ish harakati. Demak, shunaqa. To explain the reason for something in the past. He was tired because he hadn't slept well. U charchagandi chunki u yaxshi uxlamadi. Tunda uxlamagandi. Ya'ni charchagan past simple da undan oldin uxlamaganligi uchun past perfect bo'ladi. Okay. Strukturasini ko'ramiz. Demak, subject plus present perfect ni eslasanglar, subject plus have, has va fe'l uchidi, ya'ni past participle edi. Bu holatda subject plus o'sha have, hasimiz, yana u ham pastga tushsa nima bo'ladi? Had ga o'tadi. Demak, had fe'l uch bo'ladi. Had fe'l uch, hadn't fe'l uch va had oldinga chiqadi so'rov gaplarimizda. Shu joyda masalan e'tiborli bo'lasizlar. Past perfectda had, ikkita had ketma-ket kelishi mumkin. Ya'ni birinchi marta subjectimiz had yordamchi fe'limiz va bu joyda masalan have breakfast deydiganimiz bor, masalan oddiy nonushta qilish, u fraza, ya'ni collocationimiz bor. O'sha holatda u have ni ham had ga tushirsak, past perfect fe'l ishlatganligimiz uchun ikkita had bo'lib qoladi va bu absolutno to'g'ri holat. Ya'ni ikkita bo'lyapti, g'alati bo'ladi deb o'ylamanglar demoqchiman-da. Xo'p. Okay. Keywords. Demak, before I had left, before they arrived. Xo'p, bular kelishidan oldin men ketdim. Demak, bular past simple da keldi. Men undan oldin ketganman. Demak, past simple dan oldingi ish harakat. Xo'p, she started cooking.
U pishirishni boshladi. After she had cleaned the kitchen. Demak, uylarni tozalab bo'lgan past simple'da undan keyin uylarni ovqat pishirishni boshlagan. Xo'p, by the time ham bilib olasizlar. By the time past perfect bilan future perfectda ishlatsa bo'ladigan zamon keyword hisoblanadi. By the time. Xo'p, by the time I got home, by the time'li qismda past simple ishlatasizlar. Lekin undan keyin keladigan bosh gapimizda past perfect bo'ladi. Xo'p, men uyga yetib borgunimgacha u ketgandi. Demak, bu yetib bormagan, yetib borishdan oldin ketib qolgan baribir. Mazmunan o'sha past simple'dan oldingi ish harakatga to'g'ri kelaveradi. Okay. When I called her, when bilan ham ishlatamiz. Demak, unga telefon qilganda, u allaqachon ketgandi. Va bilib olasizlar, qaranglar, present perfectda already, just, yetlar bor-ku, bularning hammasi past perfectda ham ishlatilsa bo'laveradi. Perfect zamonlar uchun ular keywordda o'zi perfect zamonlar bo'lsa bo'ldi. Xo'p, by then o'sha vaqtgacha. Ya'ni by the time deb to'liq aytmaymiz-da, o'shangacha. I had graduated by then. O'sha vaqtgacha men bitirgandim. Ya'ni qanaqadir voqea haqida gapiramiz, kontekst kerak bo'ladi-da bizga. Xo'p, yaxshi. Oxirgisi by 2010 yoki 2010. By last weekend. Demak, by umuman o'zi mana ko'ryapsizlar, by bilan past perfect ishlatar ekanmiz. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Okay, more examples. I had finished my lunch before the guests arrived. Okay, men obedimni tugatib bo'ldim. Obedlarni bo'ldim desa ham bo'ladi. Mehmonlar kelishidan oldin. Demak, past simple'da keldi, oldin ovqatini yeb olgan. She had cleaned the room by the time I got home. Uyga yetib borgunimgacha u uyni tozalab bo'lgan, xonani tozalab bo'lgan. Demak, past perfect, past simple'dan oldin. Qolgan misoli ham shu mazmunda, shuning uchun o'qib o'tirmayman, o'zingizlar prezentatsiyani tashlaganda ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Past perfect continuous. Demak, past perfect continuous to show the duration of an action before another event. Demak, past perfect continuous. Bu present perfect continuousni как бы bu ham o'xshash, ular juda ham. Demak, birorta ish harakatni davomiyligini ko'rsatish. Esinglarda bo'lsa, kecha present perfect continuousda gaplashganimizda ish harakatni davomiyligiga urg'u bersak, present perfect continuous bo'ladi, present perfectni o'zi emas degandik. I had been working all day. Kuni bilan ishlayotgandim before I finally took a break. Tanaffus olishimdan oldin kuni bilan ishladim. Ya'ni o'sha kuni bilan ishlagani demak past perfectligini bildiradi. Ya'ni o'sha kunni boshidan boshlab men bu tanaffus olgunigacha uzoq vaqt davom etganda, tanaffus olganimda ishlayotgandim bo'lsa, unda past continuous bo'lib qoladi. Lekin bu yerda aynan butun kun davomidaligini ko'rsatganligi uchun ham past perfect continuous. To explain the cause of a past situation or feeling. Present perfectda ham, present perfect continuousda ham ish harakatni hozirgi holatga ta'sir qilayotgani haqida gapirganimizda past perfect continuous present perfect continuous ishlatishimiz mumkinligini aytganmiz. Bu holatda ham demak past perfect continuous ishlatamiz. Ya'ni o'sha holatdagi past simple'da bittagi holatimizni tushuntirib beradigan ish harakatni ta'riflasak, o'sha past perfect continuous bo'ladi. Ya'ni she was tired, mana charchagandi. Nimaga charchagandi? Shuni tushuntirib beradigan sababi, buni sababchisi past perfect continuous. U charchagandi chunki she had been running for an hour. U chunki 1 soatdan beri yugurayotgandi. Demak, o'sha charchaganligini sababi uni yugurganlik uzoq vaqtdan beri. His hands were dirty. Mana bu holatni tushuntirib beradi. Uni qo'llari kir edi because he had been fixing the car. Chunki u mashina tuzatdi deyaveramiz. Tuzatib bo'lgan taqdirda ham biz ish harakatni kecha aytgandik, natijasi emas, oqibati haqida gapiryapmiz. Kutilmagan, niyat qilmagan narsa haqida gapiryapmiz degan. Agar shu holatda his hands are dirty desak, uni qo'llari hozir kir bo'lsa, uni sababini aytish uchun because he has been fixing the car bo'ladi. Agar holat hozirga aloqador bo'lsa, uni sababchisi present perfect continuous bo'ladi. Bu yoqda endi o'sha natija, oqibat past simple'da bo'lganligi uchun, demak, uni sababchisi ham past perfect continuousda bo'ladi, present perfect continuousda emas. Xo'p, structuresi present perfectdan yana present perfect continuousdan kelib chiqamiz. Subject plus have, has
verb ing bo'lsa, present perfect. Past perfect continuousda subject plus had been verb ing. Had been verb ing. Inkor shakli o'sha had not been yoki savol bo'lsa had knows oldinga chiqadi. Beenlari o'tib ketmasin oldinga. Had ni o'zi bittagina yordamchi faqat subjectdan oldinga chiqadi har qanaqa zamonda. Hop, qanaqa iboralar bilan ishlatsa bo'lar ekan? Hop, for an hour, for weeks, for a long time, before past action, when, by the time, until. I had been waiting for 30 minutes. Men 30 minutdan beri kutayotgandim. E'tibor bersanglar, for ham bor bu yoqda. U ham o'sha perfect zamonlarni kechib o'tganimizda tushuntirgandik. Ya'ni 30 minutdan beri kutayotgandim when the bus finally came. Avtobus kelganda, mana shu kelishidan oldin 30 minut davomida kutayotgan bo'lgan. Lekin masalan xuddi shu narsani men 30 minutdan beri avtobus kutyapman deb hozirgi vaqtga aytsak, nima bo'ladi? Present perfect continuous bo'ladi. Chunki hozirgi vaqtgacha kutyapmiz, ma'lum bir davrdan boshlab. I have been waiting bo'ladi present perfect continuousda. Bu yoqda endi avtobus past simple yetib kelib, demak o'sha past simplegacha, past simpledan oldin boshlangan ish harakat davom etgan. By the time he arrived, u yetib kelgunigacha he had been talking for hours. For hours. Demak, u soatlar davomida gapirayotgandi, u yetib kelgungacha. Ya'ni uzoq davom etgan ish harakat. For bilan ham o'sha keyword sifatida ko'rsanglar bo'ladi mana tepada. Demak, shularni ishlatishinglar mumkin past perfect continuousda. Xo'p, yaxshi. Demak, bugungi niyat qilgan mavzuyim shu edi. Ya'ni ko'p mavzularni agar kimdir hozir men tez o'tib ketdingiz, yaxshi tushunmay qoldim deydigan bo'lsa, birinchi darsimizni to'liq ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Kechagi darsimizni present perfect, present simple, present perfect continuous hammasini tushuntirganman. Chunki zamonlar o'zaro bog'liq. Sizlar presentdagi zamonlarni yaxshi tushunsanglar, bu zamonlarni ham tushunishinglar osonroq kechadi. Xo'p. Endi agar savollar bo'ladigan bo'lsa, javob beraman, tushuntirib chiqaman. Just let me know in the comment section in the channel and I will try to do my best to answer your questions. Ko'ringlar, savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentlarga yozsanglar, hammasiga qo'ldan kelgancha javob berib chiqaman. Savollar bormi? Savollar bormi? Xo'p, darsni zapisini to'xtataveraman.